Men bir kuni o'tirib o'ylab qoldim. Nega men bunchalik kuchsizman? Nega tez taslim bo'laman? Nega ishlarni oxirigacha yetkazmayman? Nega doim noliyveraman? Menda bir davr bo'lgan. 16, 17, 18 yoshlarimda. O'sha paytda hayotimning ritmi butunlay buzilgan edi. Go'yo butun hayot yo'lim sinib ketgandek. Oddiy qilib aytganda, men zaharli, noliydigan, pessimist odamga aylangan edim. Hech narsa quvontirmasdi. Hamma narsa yomon ko'rinardi. Keyin bitta narsani tushundim. Oxir-oqibat hamma sabablar bitta joyga kelib taqalar ekan. Men o'zimni ko'z oldimga keltiraman. Mana men, mana jang. Men urushyapman. Juda qattiq charchaganman. Chidab bo'lmaydi. Davom etolmayman. Yutqazyapman. Keyin chetga chiqib, o'zimdan halol so'rayman. Yana ishlashga kuchim bormidi? Bor edi. Keyin so'rayman. Unda nega oxirigacha qilmagansan? Va javob yo'q. Bitta sabab bor. O'zimni ayaganman. Keyin yana o'ylayman. Nega o'zimni ayayapman? Shunda tushunaman. Miyam shunaqa ishlaydi. Agar hozir hamma kuchimni bersam, keyin nimaga yashayman? Keyin o'zimga savol beraman. Keyin yashash degani nima o'zi? Baribir ertami, kechmi o'laman? Aslida keyin degan narsa yo'q. Shundan keyin men o'zim uchun bitta tushunchani chiqardim. Hayotimdagi har qanday ishni xuddi oxirgidek qilaman. Oxirgi marta qilayotgandek. Va qachon oldimga jangchilar konsultatsiyaga kelishsa, psixologik tayyorgarlikning bir qismi sifatida men ularga bitta oddiy gapni aytaman. Keyin hayot bo'ladi deb o'ylama. U yo'q. Keyin